Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bugun Xudo xolisa 10 millionlik kommentariya showni ham aniqlab beramiz. Muhiddin hali aytasiz, Hoji aka, sizga bundan zo'rini topa olmadim. Hoji aka deganda kimga aytadi deydi-yu, bu haligi. Siz nima deya olasiz? Bundan kattasini deysiz endi. Men bunday deyman-da, jigar, sizga bunday zo'rini. Hoji aka uyga borib baqib qo'ysangiz, ikkita molni o'rniga bittasini boqsangiz, Xudo xolasa 55 ga bugun bitta mol olsangiz, bitta jentra beradi. Jigar ikkita olib baqib qo'ysangiz, Xudo xolasa to'rttasi bitta uyeradi-yu, jigar deydi. Siz zo'rini baqing, siz zo'riga yarashasiz. Siz zo'riga yarashasiz. Eng qizig'i aka, zo'rini zo'r pulga olib baqsiz, zo'r pulga sotasiz aka. To'g'ri. Endi bizda hozircha haligi otlar chiqaradiku, nima eski, dancha eski. Danchaylarda. Ashtaqa otlarda endi aka. Akalar, Mollar. mol ot varianti deb olamiz. Biri 60lik, biri 50lik, 400 kilodan akalar 800 kilogacha bo'lgan buqalar bor. Narigi tomonimizda yosh patsoslardan bor. Va akalar, videoda boshida aytganimizdek 10 million so'mlik kommentariya showimiz bor. Buni ham aniqlaymiz. Faqat videoda oxirigacha ko'rgan odam yutaveradi dedi-yu. Like bosib turinglar, biz boshladik akalar. Hoji aka, uruqqa buqani zo'rini istayotdingizmi? To'smay turing. Sizga aka u fermaga borsangiz bermayapti, bu fermaga borsangiz bermayapti. Mana bizda borda. Hoji aka istaganingizcha, xohlaganingizcha gigant qilib boqaman deganlar. Aka o'zi salkam gigant bo'lib qo'ygan. Ozgina boqish qolgan. Tonnali desak bo'laveradigan buqalar kelgan. Ya'ni akalar arzonchi, optimchi Zuhurdin akamizdan yil videosi bo'ladi, xudo xolasa. Yil boshida akalar hali bunaqa buqalar ko'rmagansizlar. Maksimal darajada like'larni bostiringlar. Biz sizlar uchun qo'ldan kelganicha 2 partiya davomida akalar mollarni ko'rsatamiz, narx-navolarni, ma'lumotlarni beramiz. Sementalni zotga deysizmi, bir yil baqaman deysizmi, hammasidan bor akalar. Sizlar ko'p kutilmaylik, videolarimizni boshladik. Shunaqangi zo'ridan, originalidan 100 dan olaman degan akalarimiz, xudo xolasa bugun sekin-asakiga qarab kelaverasizlar. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum Muhiddin Uz kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorvasevar akalar, ukalar. Hurmatli obunachilar, Andijon viloyati Asaka tumani Fayzobod hududiga yaqin joyda arzon cho'ptimchi Zuhurdin akamizdan akalar sotiladigan yil buqalari. Xudo xolasa akalar, endi bilmadik qachon qayerga keldi bunaqa buqalar, lekin 2026-yilda eng chempion buqalari desak bo'laveradi mana shu kungilarda. Sababi akalar kichkina buqa ko'rmayapsiz. Haqiqiy zot yo'nalishida, nasl yo'nalishida, hali originali deymiz-ku, filminnoy, xuddi shunaqangi fermadan kelgan semental buqalarimiz. Xohlaganlarga mana qangi akalar estonlardan ham bor ekan. Ya'ni 3-yanvar sanasiga ushbu videoyimiz 2026-yil 3-yanvar sanasiga sizlarga taqdim qilinyapti. Videoni maksimal darajada do'sti birodar, oshna og'aynilarimizga jo'natib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna bo'linglar. Sababi shunaqangi videolarni o'tkazib yorasizlar. Eng qizig'i, xudo xolasa kechagi va'da qilingan kommentariya showlarimiz bor. Ularni ham aniqlab ketamiz. Video davomida hammasi siz istagandek chiroyli mollar va chiroyli xudo xolasa kommentariya showlar bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum hamma obunachilarga. Deymisiz? Hammalarga kuninglar xayrli, barakotli bo'lsin. Rahmat akam. Xuddi mana paltarashga mollar keladi dedim. Xudo xolasa paltarashga mollarimiz ham yetib keldi. Bu paltarashkasimi bu? Nima deymiz buni? Divaynashka demaymiz-ku. Divaynashkami? Bo'ldi. Trinashkami deb. Aka, uyatmaysizmi hozir mana shu ikki paltarashka degan ularni. Aka, bu mollarni Karim akam bilan video qiladiganda o'zi. Karim aka bitta yoniga boring. Karim. Yo'q, Uchopay bilan bormang-da, akalar. Mana shu odamni bo'yi 1.60 atrofi, akami. Akamda katta mollar bor ekan. Katta mollar bor. Mana Hoji akamiz kallasi o'ra ko'rinyapti. 1.80 odam. Xo'p, Zuhurdin aka, necha bosh ekan bu kattalarimiz? Bu yerda Muhiddin to'sib qo'ymanglar endi. Mana yoqqa o'tsin tepadan. 45 bosh molimiz bor aka bu yerda. Yeriga. Hop. Bu yerda aka shu paltarashkaga yaqin bo'lganlaridan ham aka bir 150 bosh molimiz bor aka. Bugungi kunga ham bir 200 taga yaqin molimiz bor, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha aka. Mashalloh. Bu hali kechagi va'da qilingan 300 talikni
Zakilatmi endi bizga? Ha, ha, aka, Zakilat-da endi u. zakilat. Selisi emas-a? Ha, yo'q, selisini sig'dira olmaymiz-ku molxonamizga aka. Sekin O'zi- don chachilaverar O'zimizni ekanda. yo'qotib qo'yapmiz-ku. Aka, o'tkazing o'zingiz bitta-bitta. Eston, ikkita Eston akalar, Estonning yaxshi sigirlari bormi? Estonmi, anaqami aka bu? Angusni qizillarimi? Aka, men tushuncham anaqa bo'ldi aka bunga. Nomini berishaveradi, lekin go'sht yo'nalishini moli aka bu mollar. Xohlasa. Mana. Buni bahaybatligini qarang, mollar. Bahaybatligidan bu bahaybatlar kichkinalik qilib qolyapti. Ekraningizga sig'yapti, xuddi. 150. Ko'payib ketyapti. Akalar mana. Oq ko'proqdan ekan, sementalda. Mana gibrid ekan akalar. Yaxshi. Uni Angusga semental ekan, menimcha. Ha, mana semental. Mana uni qarang, mana uni. Oma sandalda orqasi ham akalar. Mana aka. Dumbara qo'zib ketdi. Aka, bu-da rossiyskiy semental emas, to'g'rimi aka? Avstriyskiy fermer, fermer avstriyskiy ekan menimcha. Ha, fermer avstriyskiy. Fermer avstriyskiy. Rossiyadan kelgan lekin. Ha. Joyi rossiyskiy, zoti akalar zot avstriyskiy zot, ha. Xudo xolasa xuddi bahsa bir 2 tonna bo'laveradigan buqalar aka. Voy, mashalloh. Hozir ham o'zi bir 7-800 kilolik buqalar xuddi. Kattalar oldi akalar 7-800 kilo atrofida buqalar bu. Mana O'rn aka, o'zingiz mashinaga kilo tushingda. Mana 700 kilo tepasi, lekin xuddi bular 4 sutka to'g'risi yemay ichmay o'zi qiyinchilik bilan kirib keldilar. Oxirgi bayram kunlari kirib kelgan mollarda bular. Birontasini qoni chiqmabdi o'zi aka. Yo'q, endi hali bir dadil baqib ulgurmadik. Biz oxirlarimiz ham kichkinalik qilyapti. Bularga katta oxiri bor, joyi bor. Aka-ukalarimiz kelaveradi xuddi. Akalar molni ko'rib faqat kulasiz xolosda, ishoning. Mol tomosha qilib kulib yorasiz. Ishoning, oldiga kel. Mol olmasanglar ham kelinglar, ko'rgan akalar. Xuddi bu Alloh beraman desa ishlasamas ekan, haligi bizni kommentariyachilar, bizni obunachilar bizni qattiq duo qilib yoribdi. O'ta ham haligi zo'rini olib kelsin molni deb. Shu darajada zo'ri keldi. Xalqning duosi bilan shu darajada zo'ri yetib keldi, xudo xolasa. Ama qo'lingizga birinchi kelishi ham anaqa gigantda. Kattasi endi kelishi muhimda. Partiyada. Ha, katta partiyada kattaroqlar bo'lishi mumkin edi-yu, lekin akalar bugungi faqat mana shunaqa kattalari, ikkinchi partiyasiga akalar hali 1.5 dan 1.30 ga mol chiqadi. Chiqadi unda ham katta mollar ko'p. Mashalloh, mana bitta ko'rib oldingiz. Mana zotga aka 100 ga 100 tushadi. 100 ga 100. Ama bitta fermaga olib borib baqaman degan aka-ukalarimiz haliga 100 ta baxmaydi, 80 ta baxmaydi, bir 45 tani bitta baqib qo'ysa, xudo xolasa, kecha ma'da juda ko'p aka-ukalar ham xaridor bo'lgan. Hali nima bo'la olmadi, vaqtimiz bo'lib savdo bo'lmadi. Aka, buni hammasini bir joyga olaman desa, qiziqtirib sotamizmi xuddi buni? Yurgizaylik aka. Ha, 45 ta molingga uka qiziqdim degan aka-ukalarimizga endi buni haliga narxi bunaqa ekan emasmi, xuddi 40 million ham demayman deydi-yu. 39 ham demayman, 38 ham demayman, bo'ladigan narx. 36 milliondan 45 ta molingni bir joyga qiziqdim desa beraman xuddi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. Kiloga bo'ladimi, tortib beradimi degan savollarga shu yerda o'zida javob berib o'tib ketaveray. Kiloga mol sota olmaymiz. Nimaga deganda mollarimiz endi jicha anaqa charchoq bilan kelgan, turishcha kelib ustida ko'rishsa, avvalosi tavsiya qilamiz, kelib ko'rib olsin. Mana mollar aka. Meni bo'yim baravar mollar ekan. Mana ketlari rosa olinadigan tutdim. Odamni ko'ryapsiz, qanaqaligini. Iloji bo'lsa ashbit oraga kirib ketingda aka, kira olasiz. O'tirib olganimga kichkina ko'rinyaptimi deydigan mollar ekan mana. O'tirgan yo'q. Mana, shuni qarang. Molda. Hozir aka shunaqa katta gigant buqalarda endi kelib qopti bu. Xuddi 36 milliondan hammasi bir joyga beramiz. Xo'p. Hali qo'shningizga ham Qoraqalpoqqa. Ha, 30 milliondan ham mol chiqarib beramiz. Endi shunaqa narx aytiladigan mollar ekan. To'g'risi Rossiyada mayda mollar qolmabdi, iloji yo'q, olib kelinyapti. Lekin katta mol so'ragan aka-ukalarimiz juda ko'p edi. Endi hali imkon qadar hali balati 7-800 kilolik deyotgan buqalarimizga xuddi 55 million narx qo'yib beramiz. Xo'p. Bitta olgan aka-ukalarimizga 4 ta, 5 ta, 6 ta, 10 ta avtomatik narxini tushiradi. Endi chunki bitta ikkita shunaqa zotga yaxshi buqalarimiz bor. Endi buni hali 60 ming, 65 mingdan kilosini beraman deya olmaymizda baribir. Pateriya bilan turgan mollar. 55 million kami bormi xuddi hammasi bir joyga 36 milliondan 30 milliondan boshlab 55 millionga doğru molimiz bor. Bir qator mana ko'rib nima qilishib olaveradi. Akalar xulosa o'zingizlardan. Mana
Hamkasbim Rahmatjon aka bor, bilasiz? Ha. Rahmatjon akam 50 qancha millionga ham 50 millionga olgan ekan. Ha. Keyin yaqinda so'yib sotdi, videosi rasa trendga chiqdi-da. Ha. 50 million so'mga buqa olib baqish o'zi hali ahmaq ishiga o'xshaydi boshida. Ha, o'zi bilib Ha. nima qilmagan odamga. 4 oymi 5 oy hali nasl olib turib so'yishdi-da. Ha. Asha xullosa o'zi qilib qo'yishaversin, ko'rib, asha videoda Rahmatjon o'ziga kiringlar. Akamiz o'zi Mana suqqasini dama so'yib orqa sotdi. pachkalarini ham oling, mana xuddi mana. Mana shu endi sementalni 100 ga 100 deb qo'ymay aytaveraymi, xuddi qoni Endi tozasi. Siz bilan biz aytaveramiz-ku, negativlar bir zimda. Yo'q, xudo xolasa, yo'q, aka endi mana shu molni ham semental deb sotmasak bo'lmaydi, aka, mana mahinchalaylik bo'ladi-da buqa. Eng qizig'i, aka, yaylov buqa bo'lar, xuddi. Yem nima olaman? Yemni mol emas. Yemni molini bunaqa qilib ushlab tura olmaysiz. To'g'risi. Hammasi zotga olsa bo'laveradigan, Yursin. hali ichida bir pichmasi yo'q, xuddi. Xudo xolasa. Hammasi buqa. Mana menga ham Zotga rosa ham boqqani ham. terilibdi-da, xuddi mana. Ha? Yorqo'rg'onni bozoriga o'xshab terilibdi mana. Mana. Va bitta ham bir ko'ti puchi, bir oyoqlari kelmagani yo'q, xudo xolasa. Mana hammasi xudo xolasa mana. Mana buqalar. Kichigini ham. Mana aka, hammasi orqa keti. Bu yemda turgan mollar emas. Hali har xil gap so'z kerak emas. Aka, o'tni moli, dalani moli aka. Yine o'ta yuvosh, xudo xolasa. Mana shu mollar yog'siz go'sht qiladigan, xudo xolasa ertaga bahsa aka 2 tonna qilsin, 100 millionlik mol bo'lsin iloyim. 5-6 oy bahsa aka 80 millionlik bo'lsin, ja vahima qilib 100 million devormay aka. Bir Eplab 200 millionlik qilsin aka. Ha. Endi Sabr misol yetsa. aytyapman-da aka. Ha, Hali sabr yetsa. ikkita molga joyim yo'q, bitta zo'ri bo'lsa baqaridim yoki 10 ta molga joyim yo'q, bir 6 ta zo'rini baqaridim desa, 6 ta olib bahsa ham 10 tani effektini beraveradi-da, xudo xolasa. Akam keyin bu yerda Shunaqa ish mollar. bitishimizga nech pul atrofida ko'p. Ish bitishi muhuddan buni ichida bir 30 boshi manaqangi bir xil mol bor-da. Katta, yiriga. Mana shunaqa bir xil mollar bor. Aha. Endi kelsa ana shu mollarni bitishamiz. Misol uchun 40 million, 45 million. Buni haliga uzoqdan narx aytsak, muhuddan to'g'risi, hali o'zimizga gapni yog'dirib olish kerak yo'q. Ustida kelib ko'rsa, narx aytamiz, kelishib sotamiz buni. Ishini bitkizamiz, shunaqangi mol olaman degan aka-ukalarimiz, xudo xolasa. Molim arzimasa betimga aytib ketaveradi-deng. Albatta, To'g'rimi albatta. Gap yo'q. Hoji aka, rostdan ham bundan o'rin topa olmadim. Endi bugunga mash ekan sizga, endi yoshidan so'ragansiz. To'g'rimi? Yosh mollarimiz ham bor. Mollarimiz ham bor aka, xudo xolasa. Hali videoda akalar uzoq qilmaylik, ularni ham ko'rsataylik. Buni mana bitta chiqishida ham ko'rsatdik, ichkarida ham o'tkazdik. Mol rostdan ham katta akalar, vahima qilish emas. Siz kelsangiz o'zingiz vahima qilib yuboradigan darajadagi katta mollar akalar. Ikkinchi partiya molimiz ham bor. Xo'p, ikkinchi partiyamizga akalar 150 boshga yaqin, ya'ni kattalari bor. Ularni ham ko'rsatamiz, ma'lumotini beramiz akalar. Hurmatli obunachilar, ana o'zidan ketib qoladiganlar ham bor-da. Anaqangi sog'lomidan, irg'ishlab turganidan, o'ynab turganidan, yosh ko'chatidan aka. O'zim katta qilib olaman, hozirgidaqa buqa o'zim uyimda bo'ladi degan akalarimiz, xudo xolasa mana yoshlardan ham bor albatta. Hammani o'ylagan holda buqalar kelgan, buqalar sotiladiganlari bor. Mana bu yerda ham aytdik akalar, 1.5 dan adashmasam 1.30 gacha bo'lgan buqalar bor. Hozir ko'rasiz, o'zingiz narx-navosiga e'tibor berasiz. Ma'lumotlarni to'liq aytib ketamiz. Siz faqat aka layklarni gumillashib turing. Mana jonivorlar. Mana aka. Mana zotga semental so'radingizmi? Mana jonivor. Greyford qarang. Mana senga olam buqa endi aka. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Molxonangga siqqanicha oldi boraman endi aka. Mana akalar. Mol yomg'iri so'ralgan ekanda, belga akalar. Mana, ovot rangidan. Mana bir xil qilib olasizlar akalar. Akalar, layklar bosib turinglar. Xo'p, Zuhurdin aka mana bitta iloji boricha chiqardik aka bularni ham. Aytib o'tganimizdek 1.5 dan 1.30 gacha. Borana 25 ga o'rning aka. Katta kichigi bor. Bor.
Bu yerda razmeriga hech qachon birov metriga olmaydi. Qiziqqanlarga baribir aytib qo'yishimiz kerak. To'g'ri. Soni 150 ga yaqin dedik-a buni. 150 ga yaqin. 150 boshga yaqin akalar mollari bor. Jami 200 boshga yaqin mollari bor. Ishingiz bitadi, xudo xolasa hoji aka. Xohlang originalidan, xohlang gibrididan, hozir mana ko'rsatdik videoda boshida kattasidan, kichigidan. Xullas akalar, ishni bitiraman, yuraydan mana shu mol olaman degan odam hech ham o'ylanmay keling, o'ylanmasdan sotishadi bular ham. Nima dedingiz? Zo'rdan aka? Xudo xolasa albatta. Muhuddim buning ichida bir aytoramizmi, katta partiya mollarimizdan bir 10 ta mindayrog'ini qo'shdikda Muhuddim. Mana bu katta-kattalari bor, kelib tanlab olsa, hali Mana, 30 o'zi joyiga million kelib qoldi aka. mana Mana joyiga kelib mana. O nariyada yuribdi Mickey Mouse, shunaqa sredniy kattalari ham bor buning ichida. Maydalari Muhuddim bu yerda 17 milliondan 4 dona mol chiqadi. Boshlanishi. 18 milliondan ham 6 dona mol chiqarib beraman. Meni oldimga kelib so'rasa, aka, endi u chiqarib beradigan molimiz yaxmasa 1,5 million qo'shsa kelishim mol beramiz. Aksariyat mollarimiz Muhuddim bu yerda 21, 22, 23 shuni atrofida ko'proq. 17-18 millionlik deyotganimiz mana shu ketdi-yu. Mana shunaqa mollar, Muhuddim, shunaqangi mollar chiqarib beramiz. Hali videoda ko'rib olsin, hali kelib turib manaqa mol deyodingiz, anaqa bordi, yo'g'idi degan gap kerak emas. Muhuddim aytyapmanmi, men chiqarib beraman, xudo xolasa kelishsa. To'g'ri. Hammasini bir joyga olishsa, kattayu, kichigu, unaqasi-yu, bunaqasi Muhuddim, hammasi bir joyga qiziqdimi? 140 bosh deylik aka mana shuni. Nima dedingiz? 140 bosh. Agar ko'proq olsa ham bitta tajab kelsin aka. Yo'q, 150 bosh mol bor. 150 boshdan ko'p ham Muhuddim bu yerda, chunki 200 tadan oshiqda molimiz. 150 tadan ham ko'p Muhuddim. Buni hammasini bir joyga qiziqsa 21,5 milliondan beraman. Shu ozgina foydasiga qiziqib sotaman. Ana shuning ichiga katta mollar ham kiradi. Hammasini xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Bonus bo'lib ketdi. Bonus bo'ladi aka. Ichida. Ana avstriyskilardanmidi? Ana o'sha yerda. Shu narigilardan edi. Shuni Angus edi Muhuddim. Mana xudo xolasa. Ko'p ish 21, 22 shuni atrofida ko'p bitadigan, xudo xolasa Muhuddim. Kelsa kelishtirib sotamiz, maqsad sotish. Maqsad sotish. 20 millionga ham mol bor, 19 millionga ham mol bor, 21 million, 22 million, 23 million, hammasi 30 million bo'lib qolmaydi. To'g'ri. Hammasi 17 million bo'lib qolmaydi Muhuddim. O'ziga qarab savdo. O'ziga qarab, unaqa hali Grenford yo'q, buning ichida ko'prog'i Muhuddim bari mana sementalga gibrid, yog'siz go'sht qiladigan, xudo xolasa boqsa baraka topadigan, keyin mollarni sog'lik salomatchiligi ham o'ta go'zal. Katta mollarni ham yeb ichishlari mana yerdan somonini terib yeyapti. Bitta bir og'izdan yashur alomati kelib turgan molimiz yo'q, xudo xolasa. Eng qiziq joyini aytaylik hozirga, hali global muammo. Aka bitta narsa aytaman. Mana shu yerda gapingizni bo'laman. Bu yerda kim yutadi aytaymi? Mana shu odamlar yutadi. Sababi kelib ko'rib olyapti-da. To'g'ri, albatta. Kelib ko'rib olgan odam sababi hech kim uni hali majburlay olmaydi. Borgandan keyin mana aka mollar jitanlab уже o'ynalyapti aka. Yoqmay qolmaydi. Iloji yo'q akalar, maydan kelib oling. Jicha masofa uzoq olsa ham gaz bezi muammo bo'lgan yo'q. To'g'ri, ish bitishga eng ko'p necha pul atrofida molim ko'p aka? 22 milliondan atrofida juda ko'p Muhuddim. 20 milliondan 22 milliongacha. Shunaqaga ko'p bitadi. Lekin balata aytdim Muhuddim, buning ichida 27-28 millionga ham mol bor. 30 millionga ham mol chiqadi. Endi uni vahima qilmaymiz, kesin ustida ko'rsin. Rostdan bo'lsa oladi. Rostdan bo'lsa oladi, bo'lmasa kichikrog'ini, bo'lmasa ham katta mollarimizdan olaveradi aka, shunaqa. Kelishamiz, xudo xolasa, kelishamiz. Albatta ish bitadi. Narsa. Zo'rn aka, bugunga masha. Bugunga masha aka. Endi mashamas ekan, kecha va'da qilgan kommentariya showimiz ham bor, albatta aka. Aka, kechagilardan tushirib bo'ldingmi yo qolganlar bormi? Aka, bitta yarim qolgan bo'lsa tushirib beramiz, lekin hammasini screenshot qilib cheklariga to'g'ri turibdi aka. Hammaga 1 milliondan pulini tushirib berdik. Muhuddim ko'p odamlar noto'g'ri tushunib qolibdi. 10 million kommentariya show, 10 millionga mol beryapti deb tushunib qolibdi. 15 million kommentariya show desak, 15 milliondan ekan bu bo'zaylar deb tushunib qolibdi. Akalar, to'g'ri tushuninglar, bu prosta ehson tariqasida tarqatdik. Biz ham kichkina odammiz. Ko'p aka-ukalar har xil bu molni menga bersang bo'lardi, unga bersang bo'lardi, bunga yo'q. Bu yerda kommentariya show deyilyapti. Birinchi o'rinda hamma to'g'ri tushunsin, iltimos. Kechagi g'oliblarimizni albatta aniqlab ketamiz, xudo xolasa akalar. Sababi va'da qilingan yil oxiriga 15 million qo'yildi. Yil boshiga akalar 10 million so'm bilan boshladik. Duosini olib boshlaylik dedikda, hafta muhimdan yildi. Bitta rahmat aytib qo'yadigan joyim bor. Men ham, siz ham, sababi kechagi videomiz 40 mingta prosmotr. Albatta. Sutkasida-da. Sutkasida. U
Sizni hurmatingiz, bizni hurmatimiz. Albatta. Inshaalloh qilayotgan mehnatimiz ajriga obuna bo'lishsin, like deb qo'ysin. Bugungisini 100 mingtaga chiqaraylik. Keyin yana bitta narsa kommentariy shouda haligi halollik bilan egalariga tushirib berdik. Aytib turib belavuzlik qilib yo mancha like bosmabsan, yo mancha kommentariy yozmabsan demadik. Misol aytdik, chiroyli tushirib beramiz. Bugun ham aytdik, chiroyli qilib tushirib yetkazib, xudo xolasa egalariga yetkazamiz. Xuddi qo'ldan kelgancha maqsadimiz o'zi shu. Xudo xolasa shu el yurtni duosini olib ish boshlashlik, xudo xolasa aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, like'larni bugun ham paddashga qilib turinglar. Sizlar uchun biz chiroyli video obzor qilamiz. Kommentariy g'oliblarni albatta aniqlab ketamiz. Telefon berib tursanglar. Xuddi mana ko'ryapsiz, shu bizning videomiz 6200 ta kommentariy bo'libdi. Xuddi mana. 3200 aka tepani ham ko'rsating biz. Qarang, 3200 ta 3200 ta like. like. Bu addenniy mavzu. Alloh rozi 36 bo'lsin. ming tashqarida ko'rinyapti, ichkarida 40 mingga yaqinlashdik. Rahmat hammaga aka. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, Bir kunda qarang aka. bir kunlik natijamizga 6200 ta prosmotr. 10 ta odamni belgilab beraylar deb yozibdi ko'proq xalq. Aka 10 ta odamni belgilab beryapmiz 1 milliondan aka. Nima dedinglar? Ketdik, xudo Ketdik. xolasa. 1 2 shoh. Shoh, ko'z quvonarli. Mana akkauntingizni ko'rib turing. Kopirovat qilib olingandan keyin yana bir ustiga bosib turing. Bo'ldi. Tepadan kopirovat chiqadi. Urezit uzib olasizda unda. Mana o'sini ichib bosing. Mana akalar, endi bo'ldi. Bittani tashlab turaveramiz. 1 Nechtadan o'tkazamiz shunda hozir? 2 tadan aka. Begimova. Ayollarimiz ham, ha? Tezlashtirib ko'raylik aka. Ha. 1 2 Kim? Farhod. Farhod ikkovini ham Farhod ekan. Ustiga bosib tursangiz chiqadi. Bosib tursangiz. Stavit tepasidan. Akalar, 2dan 3dan qilib o'tkazavering aka. 3 ta bo'ldi. San'at turinglar kecha 16 ta bo'lib ketibdi. 1 2 Zuhraxon. Turib yaxshi qaranglar bilinadi. Alloh savdolaringizni tez va baraka. Adashmasam kecha ham yutuvdi shekilli. Endi omadda aka. Albatta. San'at turinglar akalar. 1 2 Chiqdi, ikkovi ham bitta odam bor. 3 U ham chiqdi. 4 Yana shu odam. 5 Yana shu odam. Shoh-shohda u. Yana shu odam. Yo'q, qarang, yozganini. Yana shu odam. Yo'q, qarang aka. Yozganini. Allohdan so'rayman debdi. Sog' bo'lsin. Nechta oldimi? 5 ta oldu. Bitta o'tib qoladi. Jahongashta. Bir, ikki. Yettinchi. Bir, ikki. Qanaqaga olamiz deyapti-yu. 8-inchisi. Bir, ikki. So'zmas u edi, nima u? Omad deb. Omad deb. Ha. To'qqizta oldimi? Yana bittaga chiqaram. 5 ta ko'taring mashinasiga. Bir, ikki, uch, to'rt, Oxirgisi akalar. 5. Abdusalom, otangizga rahmat, bozoringiz deb. Ikkovi ham shu odam ekan baba.
Yutganlar qand olib yesin, yaxshi kunlariga ishlatsin. Endi yutmaganlar Alloh rozi Mehnatlar rozi bo'lsin. bo'lsin. Hamma shu ehsonni qilganlar qatorida bo'laylik, akalarim. Kimdan biz mal olsa ham, bizdan mal olsa ham, kim like bosib kommentariyada qo'llab-quvvatlagan bo'lsa ham, aka-ukalar hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammanglarga. Hurmatli obunachilar, sizlar gazini bosib turinglar, bu holvasi. Xudo xolasa hali Bundan da kayfiyat zo'rlari yaxshi bo'ladi, bo'lsa, Xudo xolasa aka. kayfiyat yaxshi bo'lsa Bundan da zo'r qilinaveradi. bo'ladi inshaalloh aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'ling, like'larni bosib, kommentariyada fikrlar bo'lsa qoldiramiz. Rahmat hammaga.